hammaga yana bir bora salom. Ertangi bo'lib o'tadigan turnirimizning o'yinchilarining savol va qanday takliflari bo'lsa eshitib qolamiz. Assalomu alaykum Muzaffar aka. O'taq qo'yamiz. Ertangi bo'lib o'tadigan musobaqamizda qanday takliflaringiz bor, e'tirozlar bormi? Qanday? Ondan oldingisida ham o'ynadingiz, ishtirok etdingiz va ko'rdingiz. Qanday taassurot, takliflar bo'lsa? Taassurotga kelsak, taassurot zo'r. A'lo darajada. O'yin shaffof bo'ldi. Hamma xursand. Yoshi katta, hammasi chiroyli o'yin bo'ldi, halol bo'ldi eng qizig'i. O'yinda faqat kuchlilar yutaversin, hammaga omad, hamma xursand bo'lib chiqib ketsin bu dargohdan. Rahmat. Hammaga omad tilab qolamiz sizlarga. Va amaldagi chempionimiz Botir aka, sizdan ham qanday taklif, e'tiroz ular bo'lsa bir. Hammaga rahmat, takliflar yo'q, lekin chiroyli o'tdi o'yinlarimiz. Maza qilib o'ynadik. Hammaga omad tilaymiz. Kelinglar, o'ynanglar. Chiroyli o'yinlar ko'rsatamiz, xudo xolasa. Sizlar uchun rahmat katta. Uyushtirganlarga ham, bo'layotgan o'yinlarga ham katta rahmat sizlarga. Hammaga omad. Vaqtida 18:00 kelishingizni kutib qolamiz.